Qiyomat alomatlaridan biri shularki, masjid oldidan o'tish piyoda tursin, ichiga kirganda ham 2 rakat namoz o'qimay o'zlarini chetga olib turadiganlar ko'payadi. Xuddi bizni mana masjidga kelganlarni ba'zilarini ko'rib ketganda aytibdilar. Tovutni ko'tarib keldik, ey inson, tovutda kim yotibdi? Xuddi senga o'xshagan inson. Domla nima deyapti? Ila iymoni, ibodatlari hamroh bo'lsin, yo'q bo'lsa unda. Qaysi bir odamni tovutini qo'yib, mansab martabasi hamroh bo'lsin, pullari hamroh bo'lsin deganni eshitganmisiz? Bola chaqasi hamroh bo'lsin o'rni ichida deganni eshitganmisiz? Ibodat. Biz baxtlimiz, namozxonlar, baxtlisiz. Alloh bizni namozxon qilib qo'yganini o'zi baxt. Hech kim ertaga borligiga qo'lida hujjati yo'q, lekin kelsa ham kutib oladiganlari bor. Ibodat hamroh namoz, namoz, namoz. Baxtli insonlarmiz. İşanganing kim dedi? O damla işanganing kim? İşanganim Allah. Suyanganim ibodat, ibodatim, faxrim, g'ururim, rohatim, do'stim. Ibodatda do'st yo'q dunyoda. Hammadan ko'nglingiz qolganda kim namoz o'qiydi, namoz o'qiysiz, namozda maza qilasiz. Uni iymoni bor odam biladi. Tağır to'palar baqasiz, asr bo'lib qoldi, asr o'qiysiz. Tahorat qilgani bo'lsa ancha yengillanasiz. Shundoq ruku sajdaga borib, qiblaga qarab namoz o'qiyotganda o'zida Allohim o'zingni aytganing bo'ladi. Alloh bizlarni to'palan qilgan bilan, g'avur qilganimiz bilan nima ma'no? Allohim taskin berguvchi zot. Ertaga o'zi bormanmi yo'qmanmi Alloh o'zing bilasan, iymonimni hamroh qil. Dada jonlab qoladi bolalar, turpon tepasida mana ko'ramiz. Lekin shunda ko'zimizga ko'rinmagan namozimiz bizdan oldin kelib bizni kutib oladi. Bu baxt bo'lmaydi nima? Baxtiyor odamlar, namozxon odamlar shunga bahona topib bu yog'imga yara chiqqan, bu yog'im bundoq, bu yog'im qiyshu, bu yog'im turtib yuriladi. Namoz o'qi, o'tirib o'qi, yurib o'qi. Tahorat qilolmasa tayammum qilib o'qisin deydi, o'tirolmasa o'tirib o'qisin deydi, o'tirolmasa yotib o'qisin deydi. Tayammum qilolmagan holatda tayammumni niyat qilib o'qisin deydi. Qarangchi. Azonni eshitib masjidga kirmaydilar. Qarang. Azonni eshitib masjidga kirmaydilar. Lekin yonginasida choyxonada aroqni ichib o'tiradilar. Bechora o'ladiganlar namoz o'qiyapti, o'lmay ustun bo'ladiganlar kayf safo qilib o'tirib maishat. Ha inson shu janoza bilan masjidga kirib kelding. Ong fahm shunchalik g'ovlanib ketadimi? Kim aytadiki ertaga o'sha sandiq ichida sen bo'lmasligingni? Kim?